Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va chorvaga qiziqadigan aka-ukalarimiz. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugungi video roligimizda uydan sotiladigan buqalarni narx-navosini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Abduhakim do'stimizni uylariga tashrif buyurganmiz do'stlar. Ko'rishlar mumkin, ikkitasi sotiladi. Qolganlari уже sotilib bo'lgan ekan. Mana shu ikkitasini ham sizlarga bir qator narx-navosini qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Video boshidan bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz sizlarni ko'p kuttirib o'tirmaymiz, obzorimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, bu yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kelinglar yigitlar, mana shu ho'kizimiz, joylari ho'kiz. 1,5 yashar. Ma'lumotlarni beravering. Ma'lumotlarni bersak, mana 1,5 yasharlik ho'kiz. Bir tonnadan ziyodroq yuki bor, живой весda. Juda yuvosh. Yuvosh a? Ha. Ana onasini ham ko'rsatamiz sigirdan, joylari mol. Eski o'zimizning ilgarigi Iston degan sigirlarimiz bo'laydi. O'sha sigirlar zotidan balasi. Mana ko'ringizlar, orqa tarafidan ham ko'ring, old tarafidan ham ko'ring. Ho'kiz juda yuvosh. Endi hozir mana bu chet davlatdan kelgan, u ilgari chet davlatdan kelmas edi ho'kizlar, nimalar. Shu o'zimizning ilgarigi Iston degan mollarning zotidan. Urug'likka qilsa ham bo'ladi. Urug'likka qo'ysa ham bo'ladi. Yoshi 2 yosh. Mana shu 1 yildan beri mana shu yeb yotibdi mana. Yosh bolalar ham kelib mana qashlaydi, ayol kishi ham qashlaydi buni. Juda yuvosh, zoti juda yaxshi. Mana ko'ring, orqa tarafidan, old tarafidan ham. Qancha ves qiladi endi bu? O'shini endi men mana 1 yildan beri yeb yotibdi yemda. 1 yildan beri yeb yotibdi mana shu yemda. Mana shu ho'kizimiz. Endi men o'zim o'ylashimcha 1 tonnadan ziyodroq deyapman mana. Tonnadan ziyod. Ha. Juda yuvosh mana kallalarini ham qo'shlatadi. Yosh bachcha ham buni nima qiladi? Bu shoxlamaydi. Buni zoti shunday. Buni narxini qancha aytdik endi buni? Endi narxini 1 million deyapman, 100 million deyapman. Yana ham kelishamiz. Sunnatiga o'tib beriladi. Ha, sunnatiga o'tib ham beriladi. 100 million aytilyapti. Aytilish hozir 100 million. Ana unisi 1,5 yashar. Bunisini ham bir ko'rsataylik bo'lmasa. Mana keling. Mana 1,5 yashar. Simental deganimi endi? Bu simental. Mana buni kamida buni 90 kilo yuki bor. 90 kilo. Ha. Yo'q, 90 kilo emas. 900 kilo yuki bor buni. 900 kilo yuki bor. Qarang. Qarang mana bu ho'kiz simental. Buni yuvoshmasmi? bu ozroq sho'xroq mana qarang ko'ryapsizmi? Buni ayol kishiga boshqa narsa deyolmaydi. Faqat buni kelinimiz qaraydi, o'zi yem beradi, o'zi qaraydi, qashlaydi. Yuki 900 kilodan ko'proq qaytsa. Mana ko'ring. Mana turishini, badanini ko'ring, yuvosh. Faqat ayol kishi qaragan bunga, kelinimiz qaraydi. Meni vaqtim yo'q. Necha yosh bu? Bu 1,5 yashar. 1,5 yashar. Ha. Endi 1,5 yasharga to'layapti. Qarang mana ho'kizni. 90 million deb turibmiz narxini, bahosini. 90 million aytilyapti. Ha. Mana ko'ring. Bundan oldingisi bittasini so'ydik. 564 kilo qildi. Bundan bir 2 oldi. 564. Bu qishloqda 1000 xo'jalik bo'lsa, shuning kamida 700 xo'jaligi olib ketdi. 1 kilo go'sht qolmadi. Go'shti juda bir sifatli. Yana so'ying deyapti. Biz aytayapmiz bu ketishi qiyin. Bizga qolib ketadimi go'sht deb so'mayapmiz. Endi prosta hozir mana sizlar oyoqlar sotaylik qani, bir nimalar ko'rsin qani deb mana 1 yildan beri yeb yotibdi hammasi. Mana bu joydari o'zimizning joydari. Buzoq ho'kizcha hali bu yoshiga to'lgan yo'q. Bu tayyorlovda. Bu tayyorlovda. Bu tayyorlovda. Ikkalasini ham kelishtirib qilib beriladi. Ha. Yeb ichishida muammo yo'q. Yeb ichishida muammo yo'q. Sog'lig'ida. Sog'lig'ida hammasi mana normal sog'lom ho'kizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasa telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz.
Telefon nomerlarini qoldiramiz. Agar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nimalari? Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Cho'mishli qishlog'ida. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib ma'lumotlarni olaversanglar bo'laveradi. Videoga like bosib, do'stlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat deymiz.